25 ming pulim bor, boshqa pulim yo'q. Pulim umuman to'play olmayapman. Iloji bormi 25 ming to'lab qolganini ipoteka qilsa? Albatta iloji bor. Mana shu xona vokzal territoriyasi parkni oldiga 5 qavatli binoni birinchi qavatda joylashgan 3 xonali. Mana shu kattagina zal bo'ladi. Hamma ko'rayotgan mebel texnika ichida bo'ladi. Mana shu yangi televizor, yangi konditsioner. Mana shu bitta xonasi, operator yaqinroq qilasiz. Mana bu ikkinchi xonasi vahshiy ko'zimga yoqdi, juda ham oppoqgina. Do'stlarni divan, shkaflari bor, birinchi etaj terrazasi bor, yana bog'larimiz uchun bezopasni reshotka ham qilib qo'ygan. Terma zonasi bor, yangi qilingan. Ana endi bog'larimiz uchun yotoqxonani ko'rsataman. Tashqari taraf kelaverish, mana shu prixoshka bo'ladi, bu obshi samozyot bo'ladi. Mana shu bog'larimiz uchun yotoqxona operator. Bu yerga ham mana shu divancha qo'ygan, eng qizig'i mana shu davlatni suvi bilan mana shu ataplenni uylarimiz issiq bo'ladi. Mana tayyor qilib bitta batareyani o'rnatsangiz bo'ldi. Mana shu yangi remont qilingan. Ana endi bitta samozyotni ko'rsatamiz operator. Mana yangi kafil qilingan Aristonigacha bor, gap bo'lishi mumkin emas. Kimga mana shu xona qiziq bo'lsa, 25 ming dollar to'lab, qolganini 1 yildan 10 yilgacha ipoteka qilsalaringiz bo'ladi. Bitta kuxnini ko'rsataylik operator. Короче, mana bu kuxni rafini yaxshidan qo'ygan, stranniy mashina qo'ygan, gaz plita, vitishka, terazasi bor, bolalarimiz uchun bezopasli reshotka ham qilib qo'ygan. Mana shu oldi. Короче, vahshiy dahshat детский площадка. Bu yerga maktab, bog'cha, supermarket, gipermarket, vokzal bozor ham yaqin, vokzal park ham 1 minut, yarim minutda piyoda bo'lasiz. Kimga qiziq bo'lsa, pastdan olib qolamiz, srochna aloqa qilishni. Yo, men ipoteka emas, men naqdga olaman deganlar uchun 56 ming, yana ozgina savdosi ham bor.